immunitetni ko'tarib zo'r yordam beradi. Bu kedroviy jivitsa. Buni ochish salgina. Buni ichidagisini tillalarni qarang. Mana shundan 5 ta 6 ta dona har kuni ichyapman ertalabga. O'sha saharlikda immunitetni ko'tarish uchun masalan salqinda ham tomog'im og'rib yengil o'tib ketadi. Yengil o'tib ketyapti. Allohimga behisob shukr, shuni sababchi qilganiga shukr. O'shaning uchun ham Faberlik har xil aptekani to'la dorilarni olib, uyingizda apteka qilib tashlaganda sog'lig'ingizga, immunitetingizni ko'taradigan mana shunaqa vositalardan uyingizga olib borib qo'ysangiz, haqiqatdan mazza qiladigan joy mana shu. Oilaviy iste'mol qilsangiz bo'ladi. Даже chaqaloqlarga-da berib, iste'mol qilib tuzatganlarda eshityapmiz. Bu mahsulot sinovdan 100% o'tgan, halollik sertifikatiga